Dieta, sport, yozdiruvchi dorilar qanaqa yordam beradi mana sizga? Konkretni ayting. Yo'q, Yordam bermadimi? bermadi. Hammasini qildim. 3 yildan beri nimadan joy ko'rmadim, to'g'risi. Oxir shu narsaga qaror qilib, kelib, nima qilib kuch bilan mana yaxshi o'tdi. Men boshqacha tasavvur qilgandim, juda ham yaxshi. Bugun mana javobingiz yaxshi. 2 kunda necha kilogramm ozdingiz? 3 kilo. 3 kilo. Samarqand viloyatidan tajriba yurganlar bemori adalarni biza 40 kun oldin silk rezeksiya amaliyotini bajarib bergandik. Dadamni ko'rib, 2 yil dadam sizlarni kuzatgan, men o'zim ko'rib turaydim. Keyin dadamni ko'rib, ishonib, men keldim, ko'rdim, haqiqatdan ham вообще zo'r ekan. Ahvolim zo'r, yaxshi. Xudoga shukr, boshida qo'rquvdim rosa. Hozirda operatsiya yaxshi o'tdi. Xudoga shukr, hech qayerda og'riq yo'q. Diyeta вообще bekor ekan. Hammasini qilib ko'rdim. Nabarot semirib ketdim. Menga bo'lsa shu oshqozon rezultatini Xudo xolasa bir oyda 10 kilo, 15 kilodan olsangiz, 3 oyda Xudo xolasa 30 kilo vez ketadi. nasib qilsa. Demak, kimda semizlik bilan bog'liq muammolar bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qilinglar, biz sizlarga yordam beramiz. Rahmat.